Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi hamyurtlar. Mana Shtapopga darvozamiz, Nerjinga olib chiqilgan jarayonlari bir ko'rib baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqishlaring mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida. Bunisi Refyonka darvoza deyiladi. Eniga 3.40, bo'yiga 3.5 bo'lgan razmerda bo'lgan. Listlari 1.3, propullari 6 ga 4, 1.5 stenada, yondoqlari 8 ga 6. Propul 1.7, taglari shivellar holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.